Abdullajon chiqibdilar. Assalomu alaykum. Ey, Abdullajon. Qaynanang yaxshi ko'rar ekan. Hozir ovqat suzmoqchi edim. Abdullajon zarur ish bilan chiqdi. Xo'sh. Xullas, uyni sotmoqchi. Iye. Tushunmadim. Tinchlikmi Abdullajon? Oyimni zudlik bilan operatsiya qilishimiz kerak ekan. Shuning uchun uyni sotishga majburman. Uyingni sotsang birinchi qo'shningga ayt degan gap bor. Bo'ldi qo'shni. O'zimiz olamiz. Voy, uyni biz tashlab ikki qavatga quramiz, a? Haqda qol. Abdullajon qancha so'rayapsan? Bugun maklerlar kelib baholab ketishdi. 80 mingga ketadi deyishdi. Lekin hozir operatsiyaga o'tishim juda ham zarur. Qo'shni, 30 ming bo'lsa hozir sanayman, dada. O'zimiz olamiz. Qani boy? Puling bormi? 30 ming olib chiqchi. Hozir, yur onasi. Mana qo'shni. Xohlasangiz sanab oling. Lekin ertaga albatta natashib bo'lishimiz kerak. Abdulla. Pulni ol. Oling. Topganingni berarsan. Iye? Dada? Bermasang ham mayli. Dada? Vaqt ketkazma. Tur o'g'lim. Tur. Bor, onangni davola. Dada bunma deganingiz? O'chira ovozingni. Tur Abdulla. Rahmat, babo kerak. O'zi qarz so'ramagan odamim qolmagandi. Dada bekor qildingiz shu ishni. Biz unga qarz beradigan qarindoshimizmi? Yo akasimanmi, yo ukasimanmi? Shartta uyni sotib olish kerak edi, bo'ldi. Qo'shnilaringiz siz jam mehribon bo'lib ketasiz-da, dada. O'chira ovozingni. Boyvachcha, onang olamdan o'tganda birinchi bo'lib bel bog'lab yonimda turgan yigit shu edi. Xotiningni dardi tutganda, sen safarda eding. Boring kasal bo'lganda, kasalxonaga mana shu qo'shni olib bordi. Ha kelin, sizga bu kichkinalik qilib qoldimi? Kammi? Sig'mayaptimi? Birovning kulfatida manfaat topmoqchimisan? Jon qo'shning o'lim bilan olishib yotdi. Biror marta bir kosa ovqat olib chiqdilaringmi? Hol so'rab chiqdingmi? Eskilar bekorga aytmagan. Qo'shning yaxshi bo'lsa, uni menga sot deyishgan. Nima? Otni o'limi, itni bayramimi? Men senga shunaqa tarbiya berganmanmi? Ahmoq!